suv turibdi. Bosish esdan chiqdi. Buni joyiga qo'ymoqsiz, joyiga tushmaydi. Gigiyenskiy dush borasiz. Ko'pchilik bu gigiyenskiy dushni biladi. Bu haqida nima informatsiya bermoqchimiz? Ko'pchilik buni montajida o'zi bilib bilmay xato qilib qo'yamiz. Qanaqa xato deyilsa, montajda installyatsiyani yuzi bilan buni yuzini bir xil qilib qo'yamiz. Ertaga tekis chiqsin deb. Ana eng katta xatoyimiz shunday bo'ladi. Bunda mexanizmi shunaqaki, bunda razmer o'tganda biz gips gardon kafilni yuzini hisobga olib turib montaj qilishimiz kerak. Ana o'shanda bu o'ziga joyiga shunday zo'r tushib beradi. Buni yuziga hozir shapkasini tutib olamiz. Buni ko'pchilik biladi, mana bu yuzi. Mana shu holat bizda kafilimizni yuzi bilan hisobga olib turib montaj qilish kerak. Bizda ko'pchilik buni montajda installyatsiyani yuzi bilan bir xil qilib qo'yadi. Undan keyin gips gardon bor, gips gardonga kafil haqqi bor. O'shani hisobiga bu ancha ichkariroq qolib ketib qolib, mexanizmning mana shu joyi kafilga tiralib qoladi. Bu yana noqulaylik kelib chiqazib, buni boshqadan demontaj qilish to'g'ri keladi. O'shaning uchun ko'pchilik ustalarimiz bu smysldan foydalanmaslikka harakat qilishadi, shunday bosh og'riq bo'lmasin deb. Bu smysllar yana bitta fishkalardan bittasi. Bilamizki, ko'p smysllar jo'mrak ochuv qolish hisobiga paddavleni shlanga qolib ketib qolib, suv otib yuborgan joylari bo'ladi, bizning holatlari bo'ladi. Bunda shunaqaki, buni paddavleni suv turibdi. Bosish esdan chiqdi, buni joyiga qo'ymoqsiz, joyiga tushmaydi. Siz suvni 100% yopasiz, bu keyin tushadi. Buni alohida fishkasini hisoblanadi. Balandligini 65-70 qo'yib yuboramiz. O'shanda shlankamiz yerga tegib osilib turmaydi. O'rnatishga, ishlatishga rosa qulay, faqat o'sha maslahatim har doim bu montaj qilayotganda ichki mexanizmi yuzini kafilni yuziga to'g'rilab qo'yganinglar buni ustiga alolar. O'shanda yerdagi uстановкада ham, boshqa narsada ham qiynalmaysizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, buni sanitariya tanishlaringizga jo'natib qo'yasiz. Ularga ham manfaatli bo'lsin.